Jigar, o'zim haydaganim uchun aniq ayta olaman, dodda apparat. Genesis GV70 elektromobili. Shunaqangi koptoqda yurasiz, uni ustiga takku bu yoqqa chiqib turadigan Cherokee diskavalarlar taqib qo'yilgan ekan. Zavodskoy ham bor, uni ham beraman deyaptilar. Bitta joyi mana shu kirloning ichida kraska tegan joyi bor ekan. Ya'ni o'z uchun tekshirtirib olasiz. Qolgan joyda kraska yo'q deyaptilar. Ishoning, shunaqangi navorat, shunaqangi yumshoq mashina. Head-up display bor. Mana bu ruldagi boost knopka nima bilasizmi? Nitro bor. Bu o'yinlarda o'ynardik-ku, yig'ilib turadi. Bitta bosib, surib qoladi-yu. Nerealniy tez suradi. 4 ta ballon tortadi. Va mana shu boostni bossangiz 10 sekund, bilmayman, bir 4 sekundidan 0gacha chiqsa kerak. Mana shu boostni bosganda. Qolgan payt xotirjam oqib yuraverasiz. Adaptivniy kruz kontrol, sabab tarmojida, hamma narsasi bor. Tam tashqarilari mazali. O'zi Genesis bilasiz, Hyundai premium mashinasi hisoblanadi. Koreyani premium mashinasi. Prezidentlar ham Genesisda yuradi deb eshitganman. 18 ming ekan probegi. Probegi qiziq ekan. Yili ham 2023 ekan. Srochniga nasibni ko'ndiroldik. 40 mingdan kamiga bermayman, voydod bir narsalar dedilar. Qalblariga qo'l solib 38 mingga ko'ndiroldik. Bosvarinchiga maza qilib elektromobilda olib yurasiz. Bular yaxshigina yurib beradi. 500 oshuv ko'rsatadi. Adashmasam, realniy shaxsan o'zi qish kunida hammom qilib qo'yib, salonni 430 km yuradi. Bu realniy shunaqa yuradi.